Gülümüzüm ko'nglimni oldi. Ko'ksi yolg'on sürünteletler. Ne buldun adaş? Yama iğir oturup gitipsen ko. Öt taş yoktu. Öt taş yok, tömü var. Magintvayak bağmayrak tucuma adaş. Bol tartışmanı koyarız. O ne buldun? Birdem yerimde bir salçılıp oturul dep kirsem yama iğir oturup gitipsin ha? Tutam ana. Ne buldun? Ne bulattam adaş? Ma bayramga atab yazıdıgan, tayyorlaydigan it otning shumamdi. Vay vay. Şunun kılmışlar iğir oturup gitti ama oyluşup. Ötken delik oyunu kayıt otun oyunsaklı iştirgimdi mi? Qaysini? Eli kınço? Ötkenkide? Ha? Qiziq gap qildi ekansiz adaş. Uni o'tganda bir qatam o'ynab bo'lgan tutsak. Yana o'ynasak ko'nika deb turib olayqchi. Bu degan gapim o to'g'ri. Bir narsa 50 yil aytilsa, hech gap yo'q, bir aytib chiqadim o'ynasi ko'na. Unda bo'lsa da yangidan birini yozilayapsiz. Shu qaysi temada yozamiz? Qaysi temada yozsak bo'lar? Nasıl qasimga? Toptum. Hozir bunda o'ylab baksam adaş. Mushu dadı to'g'riliq, naqshimo itotmi? Az chiqibdi. Dadı to'g'riliq bir yazamdiq ya. Dadı to'g'riliq? To'g'ri. Dadı to'g'riliq yazaylik. Kimisi dadam bo'lsin. Ha, bo'ldi. Kimisi dadam bo'lsin adaş adaşimo. Nemish bo'lmaydi? Dadam deb yazsak anamning ko'ngli kelarmikin? Ha, unda biz anam deb yazaylik. Anam deb yazsak dadamning ko'ngli kelmamdi. Vay adaş. Unda bo'lsa adaş. Biroq danglik shaxsning ishsizligini yazamdiq ya. Dağlık şaxsdan? To'g'ri adaş. Endi topdim. To'g'ri. Biroq dang chiqargan shaxsning ish izlarini maqtab yozib chiqaylik. Dang chiqarib yo'l topganlarni maqsad, ba'zida uning o'tmishini tushib chiqishi mumkin. Burun dang chiqarib yo'l topgan hozir vayron bo'lganlarni yazsak, mana 4 kunlik jahon bu, ayni 15 oydan 15 qarang'u. Bir yomon ko'ranglab ketdi, yo'g'lab ketdi. Mana endi nim bo'ldi deb gap topam giday mana. Shunda uning burun qilgan ish izlarini yo'q qilib chiqarib, bir tayoqdali haydab, natijasini nol qilib o'tishga aralli qolamiz. Bir odamni qo'llashdan o'g'ri qo'llashni a'lo bilamiz. Adash, to'xta. Endi esim keldi adash. Mani yazayli. Mush tarbiya va ahamiyat odam reis chiqayli. Tarbiya va ahamiyat vani? Adash, qiziq gap qildi ekansa. Tarbiya va ahamiyat vani yazsak, ba'zilar sening bizga tarbiya qiladigan qanchalik salohiyating bo'lyapti? Tarbiya deganni ota-onamiz, ma'rif o'rinlari, jihi organlari qilmam deb qo'pam gidayman ha. To'g'ri. Onun ustiga adash, hozir shu ba'zi odamlarga bor-ku, mush tarbiyani miqqa o'rab, qulqiga bozgan bilan qaqsang, miq kirib ketib tarbiyani qulqining teshida qolib qolar juma. Ajab qattiq. Hey adash, mush ba'zi odamlar nemishqa o'zining ishini qilmay, mush boshqalardan qusur tepish ish qilmoqda deyman. Adash, ish qilishdan qusur tepish oson, o'ychilishdan chiqish oson, qo'ziq asashdan qiqish oson adash. Rostaysiz. Bug'doy tersa yer chatoq deydi, bir to'y qilsa er chatoq deydi. Tankasi qir chatoq deydi, mashinasi sir chatoq deydi adash. Voy. Tutib oladi, o'g'irlik qilsang tutib oladi. Bu o'zimizning kasbimiz mushliqqa nima qilsa? Rost, bu degan ham to'g'ri adash. Rost, bu o'zimizning kasbimiz mushliq qilmay nemish qilamiz? Rost adash, mana qilayli. Nazmon qo'g'lashmayli. Yaxshi bo'lsa, yomon bo'lsa, kulkilik vaqalikdan birini ezib chiqib o'ynalib berdim. Rost, men boy degandek bizga kulki usul bo'lamdi deb qo'pirganlar chiqar. Adash, kulganning kuldirganning nemisi yomon, ha? Bu o'yin ko'gini kirganlarmi kulimiz, fayzun surimiz, huzurlimiz deb kirdi. Shu o'yin ko'rdiganlarning ismi tomoshabin. Adash, mandal qilmaylimi? Mush bunidagi mush qo'rq gap ushaqsa tugaydiganlar ish bo'lsa, ikkimiz saniga chiqmasak ish tugimidimi? Voy, o'g'il, akilab qolingni. Dash, mush qo'rq gap tugaydigan ish bo'lsa, buniki sahnaga chiqmasak chiqmadi. To'xta. Bira itot nachar chiqsa tugabdi deydi. Bira chiqsa sahnaga chiqmasak o'libdi deydi. Hey, bulbuldek sayrashdan ishdek qavash asan o'xshaydi adash. Rost adash. Ishlayamizim qavab odamni uflatmaydi emasmi? To'g'ri. Odamlarning qusur tepish uchun emas, balki bizni qo'llayotgan tomoshabinlarimiz uchun yaxshi to'tin bir ezib chiqayli adash. Chin gap qilding adash. Meva o'xshagan sir uning qurtiq tushidi. Daraxt o'g'ilgan sir uning shamol bektigidi. Shuni biz chidamli qilishimiz kerak. To'g'ri, chidamli bo'lish kerak adash. Lekin kichikkin bir chashqam uyg'un tomni ko'lab o'ratalaydi juma.
Atla, bu degan ama to'g'ri adash. Adash, bo'lmas manda qilmaylimi? Ortiq boshqa turib avarlab yurmay. Ha. Boshqalar o'ynab bo'lgan itotdan birini tarjim qilib o'ynamaylikmi? Boshqalarnikini Ha? o'ynab qo'yaysin, tarjim qilib. Ha, hech kim qilmaydi. Bo'lamiki adash, bo'lamiki. Ha. Hey, qanday qilsak bular? Qanday qilsak? Ha, rostda. Endi esimga keldi. Endi esimga keldi. Bir gap esimga keldi. Mush hech kim qusur topolmaydigan, gap topolmaydigan, mush hayvonotlar to'g'riliq. Uchar qushlar to'g'riliq. Mushuklar to'g'riliq hech chiqmaydi. Astagfirullah adash. Unda qilsak, mashqisi odam va tabiat chiqib yiqilib o'xshaydi deb gap ha? Voy mag'ir. Hey, manda qildi. Manda qildi adash. Ha. Kallamga bir aql keldi. Ha. Ikkimiz saniga chiqiblar. Ha. Mushlar turiblar. Ha. Debni chiqatmamdi. Adash, bunda qilsak bizning gap toparman zuvandalarga texim bo'lib bera. Nima deb? Nima deb bo'ladi? Aşıqsın zuvani tutilib qopti deb. Meyvesiz bir şah, bir sedide sargın alma. Bir sedide, meyvesiz bir şah, bir sedide sargın alma. Bir semini ustazda bilip yüreğimge de elem saldı. Köksi yalgan sürüntüler yüreğimni mücüm ko'nglimni aldı. Köksi yalgan sürüntüler yüreğimni mücüm aklımni aldı. Oylab görsem birne yaxshi deb birne yomon o'tkazarkan umrni odam. Birne yaxshi deb birne yomon o'tkazarkan umrni odam. Maqtiğanğa çok ketmedim, tilliğanğa kılmedim perva. Tektatım emma ölüp ketmedim, can kosağlık buldu bana hemre. Tektatım emma ölüp ketmedim, can kosağlık buldu bana hemre. Tektatım emma ölüp ketmedim, ken kosağlık buldu bana hemre. Ken kosağlık buldu bana hemre.